بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Qur'oniylar kim? Bizning davrimiz ana shu oxir zamonga yaqin bo'lib qoldi. Shu davrda yashayapmiz. Ana shu oxir zamon yaqin bo'lgan paytda sodir bo'ladigan ishlar haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizlarga xabar berganlar. Oxir zamonda sodir bo'ladigan ishlardan bittasi bizning ummatning 73 firqaga bo'linib ketishligi. Payg'ambarimiz aytadilar: İftaraqatil yahud ala 71 firqa. Yahudilar 71 firqaga bo'linishdi. Vaftaraqatin nasara ala 72 firqa. Nasroniylar bo'lsa 72 firqaga bo'lindi. Va sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa. Endi mana bu ummat, Muhammad alayhisolamning ummati 73 firqaga bo'linadi. Narigi ikkita ummatni bo'lindi deb o'tgan zamon fe'lida tushuntirdilar. Mana endi bizning ummatimiz haqida bo'linadi deb turib kelajakda bo'ladigan ishni xabarini berdilar. Kullu hafinnar illa wahida. Ana shu 73 ga bo'lingan firqaning hammasi jahannamda bo'ladi. Faqat bittasi omon bo'ladi. Qila man hiya ya Rasululloh. Kim u? Qaysi toifa u? Ana shu najotga yetadigan. Firqatun najiya deyiladi. Najot topadigan jamoa, najot topadigan firqa. Qola man kana ala misla ma ana alayhi va ashabi. Kim u? Rasululloh aytdilar: men va sahobalarim qaysi yo'lda bo'lsak, shu yo'lda bo'lganlar. Abu Dovud va Termiziy rivoyat. Bu Rasulullohning va sahobalarining yo'lida turganlar ahli sunna val jamoa deyiladi. Ahli sunna degani sunnat yo'lini ushlaganlar, val jamoa degani musulmonlarning katta qismi. Ahli sunna val jamoa kim? Aqida yo'nalishida Imom Moturidi yoki Imom Ash'ari yo'lini ushlagan, fiqh yo'nalishda to'rala mazhabdan bittasini ushlagan. Biz mana shu Mavoron Nahr O'rta Osiyo xalqlari mana 1000 yildan ortdi aqidada Imom Moturidining yo'lini ushlaganmiz. Fiqh yo'nalishda Abu Hanifa, Nu'man ibn Sobitning yo'lini ushlaganmiz, Hanafiy mazhabimiz. Biz Moturidi va Hanafiymiz. Kimdir Ash'ari aqidasini ushlaydi, Shofiy mazhabini ushlaydi. Bular ham mana shu biz aytayotgan ahli sunna bo'laveradi. Rasulullohning mana shu bergan mo'jizaviy bashoratlari u zotning vafotidan keyin o'zini tasdig'ini topdi. Haqiqatan ummat orasida mana shunday 73 ga bo'linishlik sodir bo'ldi. Hozir biz aytadigan Qur'oniylar 19-20-asrda paydo bo'lgan. Lekin bular yangilik emas. Chunki Rasulullohning vafotidan keyin bir asr o'tib, 2 asr o'tib, Rasululloh aytgan 72 ta firqa chiqib bo'lgan. Endi keyin bizning zamonimizda paydo bo'layotgan bunga o'xshagan firqalar asli shularga borib taqaladi. Tushunarlimi? Rasulullohdan keyingi 1-2 asrning ichida ana shu adashgan 72 firqa chiqib bo'ldi. Endi bundan keyin paydo bo'ladiganlar shularga borib qaysinisigadir ulanadi, qaysinisiga borib taqaladi. Bularda endi bir chekkadan aytib o'tiradigan bo'lsak, bu juda ham ko'p. Qadariya, Murjiya, Havorij, Shia, Mu'tazila, Rofiza, Saboiya, xullas 72 ta firqa. Mana endi 73-firqa najot topadigan firqa esa ahli sunna val jamoa deyiladigan yuqorida aytilgan hadisni dalolati bilan najot topadigan firqa bo'ladi. Demak, ahli sunna val jamoa degani sunnat yo'lini ushlagan musulmonlarning katta qismi deyiladi. Darsimizning asosiy nuqtalari. Birinchisi, Qur'oniylar kim? Ikkinchisi, qachon va qayerda paydo bo'lgan? Uchinchisi, ahli sunnadan nima farqi bor?
To'rtinchisi, asosiy da'volari qanday ularni? Beshinchisi, Qur'oniylarning ummatga bo'lgan xatari. Oltinchisi, islom ulamolarining bu oqimga bo'lgan, bu firqaga bo'lgan munosabati. Yettinchisi, xulosa. Tushuninglar, akalar, ukalar, bu qanaqa deb nomlanishidan qat'iy nazar bu oqimlar hammasi Qur'ondan dalil keltiradi. O'zini haq ekanligiga hadisdan dalil keltiradi ba'zilari. Va siz bu dalillarni uni aytayotgan e'tiqodiga hujjat bo'lmasligini bilmaysiz. Qur'onga amal qilyapti, hadisga amal qilyapti deb turib dindan chiqib ketib qolasiz. Tushuninglar, buni ko'p aytdik. Qur'ondan dalil keltirsanglar, hadisdan dalil keltirsanglar haq degani emas. Aptekadagi dorini tasavvur qiling. Hamma dori tajribadan o'tgan, sinovdan o'tgan, hukumatdan ruxsat olgan foydali dori. U dorini mutaxassis bo'lgan, kuchli bo'lgan, tajribasi bor bo'lgan tabibning retsepti bilan olib ishlatsangiz, sizning kasalingizga davo bo'ladi. Yana qaytarib aytaman, dori yaxshi narsa, agar uni tabibning ko'rsatmasi bilan iste'mol qilsangiz. Endi agar bu dorini tabibni oqlab o'tib, o'zingiz xohlaganda olib yesangiz, kasalingizni ziyoda qilishi mumkin yoki o'ldirishi mumkin. Xuddi shunga o'xshagandek, Qur'on va hadisni mana shu ilmning tabiblari bo'lgan Abu Hanifa, Imom Shofiy, Imom Moturidiyga o'xshagan ulug' imomlarimizning o'rgatgan yo'li bilan o'rgansak bizga foyda qiladi. Agar oyat hadisni o'z voshimchalik bilan bir o'qib turib ustidagi ma'nosiga qarab amal qilib ketaman desak, bizni dindan chiqib ketishimizga sabab bo'ladi. Aspirinni qayga doriligini bilasiz. Tishingiz og'risa qaysi dori ichish kerakligini bilasiz. İchingiz o'tganda nima qilishingizni bilasiz. Siz ham 3-4 ta dorini bilasiz. Endi shu bilan tabib bo'lib qolasizmi? Biz ham 2 ta 3 ta oyatni tushunib olib, bitta 2 ta masalani yodlab olib, faqih bo'lib qoldik, aqidada ustoz bo'lib qoldikmi? Yo'q. Kuchingiz yetadigan joygacha mononi ish deb qo'yasiz, lekin jiddiyroq kasal bo'lib qolsa doktorga olib borasizmi? Yo o'z xalq qo'yarasizmi? Qur'oniylar kim? Birinchi nuqtamiz. Qur'oniylar so'zi Qur'on so'zidan kelib chiqadi. Qur'oniylar o'zlarini faqat Qur'onga amal qiluvchi haqiqiy musulmonlar deb hisoblashadi. Hadis va sunnatni shar'iy ahamiyatini inkor qiladigan, zalolatga ketgan firqa. Qur'on yetadi, hadis kerak emas deydi. Shu bilan kofir bo'ladi ular. Namoz o'qisa ham. Masalan, bir odam 5 mahal namoz o'qib turib, aroqni halol desa kofir bo'ladi-da. Dinda zarurat bo'lgan narsani inkor qilgan odam kofir bo'ladi. 5 mahal namoz o'qiydi, aroqni harom deydi, haj farz emas desa kofir bo'ladi. Farzni inkor qilsa kofir bo'ladi, bu yerda har qancha amali bo'lsa ham. Haromni halol desa kofir bo'ladi, amali har qancha ko'p bo'lsa ham. Dinda zarurat bo'lgan narsani inkor qilgan odam kofir bo'ladi. Ular bilan pul muomala qilib bo'lmaydi. Ular bilan qarindosh urug'chilik qilinmaydi. Ular bilan salomalik qilinmaydi. Bular murtadlar, kofirlar. O'sha yahudi, nasroniy bilan muomala qilaverasiz. Ular bo'lgani shu. Ammo la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb musulmon bo'lgandan keyin mana shu oqimga qo'shilib sunnatni inkor qilgan odam dindan chiqqan murtad bo'ladi. Ular biz ularni Qur'oniy deyishimizni qabul qilishmaydi. Aytishadiki, biz Allohning kitobida musulmonlar deb nomlanganmiz. Biz Qur'on ahlimiz deyishadi. Ular faqat Qur'onni asos deb biladi, payg'ambarimizning hadislarini rad qilishadi. Ijmoiy ummatni rad qilishadi. Sunnatni bekor deyishadi. Islomni, Qur'onni o'zlarining aqllari bilan tushunishga harakat qilishadi. Ana shulardan bittasini gapi. Faqat Qur'onga ishonaman. Hadislardan faqat Qur'onni aniq ma'nosiga to'g'ri keladiganlarini va o'zimning aqlimga to'g'ri keladiganini olaman. Boshqa narsalar, hadislar ilgarigilarning afsonasi, chunki ularning rivoyatchilari bilan bevosita uchrashmaganmiz, deydida hadisni inkor qiladi. Ahli sunna val jamoaning e'tiqodida
Rasululloh va sahobalarning e'tiqodida sunnatni inkor qilgan odam dinni inkor qilgan bo'ladi. Qur'on dinimizning birinchi manbai bo'lsa, ikkinchisi sunnat bo'ladi. Ahli sunnani e'tiqodiga ko'ra birinchi dalil Qur'on, ikkinchi dalil sunnat, uchinchisi ijmo, to'rtinchisi qiyos. Mana shu to'rtta dalil manbasida to'rala mazhab ittifoq qilgan. Endi undan keyingi dalillarda ixtilof bor, lekin mana shu to'rttasi asl hisoblanadi. Ikkinchi bandi qachon va qayerda paydo bo'lgan? Qur'oniylar 19-asrda oxiri, 20-asrda boshlarida Hindistonda paydo bo'lgan. Britaniyani shu yerda hukmron bo'lib turgan paytda shakllangan firqa. Ahmadiylik ham Hindistonda paydo bo'lgan, Britaniyaning yordami bilan. Maqsadi musulmonlarni itoatga chaqirish. Endi ana shu 19-asrda oxiri, 20-asrda boshida Hindistonda paydo bo'lgan dedik. Ana shu Britaniya o'zi egallab olgan musulmon yurtlardagi musulmonlarni o'zini itoatiga chaqirish uchun, zaiflashtirish uchun mana shunday bir xoinlarni tanlab olib, sunnatni inkor qilish maqsadini, g'oyasini tarqatganligi mana tarix kitoblarimizda bor. Ahmadiylik ham ana shuni bittasi. Qayerda bular tarqagan? Qur'oniylar hozirda Misrda bor, Sudanda, Hindistonda, Turkiyada, Marokashda va bizi O'rta Osiyoda ham mana shularning harakati paydo bo'lib qolyapti, ko'zga ko'rinib qolyapti. Mana shu sunnatga amal qilmaslik, Qur'onni o'zi yetadi degan g'oyani tarqatishga harakatlar, urinishlar bor. Ularni bu ta'limotini ta'siri musulmonlarning, ulamolarning qattiq radiyalariga, tanqidlariga ko'p uchragan va hech qachon u tanqidlarni ko'tara olmagan. Musulmonlarning ulamolari bergan savollarga, tanqidlarga javob bera olmagan, mag'lub bo'lgan. Uchinchisi, ahli sunna va jamoadan nima farqi bor ularning? Qur'oniylarning e'tiqodi siz bilan bizning e'tiqodimizga bir necha jihatdan teskari zid. Birinchisi, manba va dalillarda ahli sunna Qur'on va sunnatni ajralmas narsa, ajralmas manba, bitta narsa deb biladi. Qur'oniylar bo'lsa, faqatgina Qur'onni asoslaydi. Ikkinchidan, sharhlash. Ahli sunna ulamolari, ahli sunna va jamoa Qur'on va sunnatni o'zining usuli bilan izohlaydi, ilmiy metodologiyasi bilan. Qur'oniylarda bunday usul yo'q. Shunday o'qiydi, ustidagi ma'noni olib ketaveradi. Qur'on, birodarlar, unaqa har bitta odam o'zi o'qib, ustidagi ma'noni olib, xulosa qilib ketaveradigan yengil kitob emas. Qur'onda shunday oyatlar bor. O'qib, ustidagi zohir ma'nosini olsangiz, adashasiz. Adi ibn Hatomut Toyi arab bo'lgan. Toy qabilasining podshosi bo'lgan. Adib odam bo'lgan, aqlli odam, farosatli odam bo'lgan. Rasulullohning oldiga kelib kalima keltirib musulmon bo'lgandan keyin Qur'onda oq ip, qora ipdan ajragunicha saharlik qilaveringlar degan oyatni shunday zohirini oldida Ramazon paytida saharlik qilish kerak bo'lsa, hali ipga qarardi. Endi g'arashirayu ko'rinmayapti, yeyaverardi. Ko'rinmayapti, yeyaverardi. Kun chiqib ketyapti, yeyapti. Payg'ambarimiz oldiga kelganida, yo'q, bu sen ustini olma. Bu yerda majoz bu yerda, kinoya bu yerda. Kun bilan tun almashadigan paytgacha degani. Sahoba bo'lgan odam oyatni ustidagi ma'nosini olib adashib ketyapti, payg'ambarimiz tuzatib qo'ydilar. Shuning uchun oyatni ustidagi ma'nosini, hadisni ustidagi ma'nosini olishlik har doim ham to'g'ri bo'lavermaydi. Muhkam oyatlar bor, mutashobih oyatlar bor. Muhkam oyatlar bitta ma'nosi bor. Qul huvallohu ahad. Bo'ldi. Ayting, u Alloh yagonadir. Tabbat yada abi lahabin va tab. Bitta ma'no. Lekin mutashobih oyatlarning bir qancha ma'nolari bo'ladi. Ana shu biz aytayotgan usul ulamolari shu oyatlarni siz bilan bizga tushuntirib beradi. Mana bu sahoba oq ip bilan qora ip desa, shunday ustini oldi, zohiriy ma'nosini va adashdi. Qur'onliklar
hadisga asoslangan ko'p shariat hukmlarini inkor qilishadi. Qur'onda yo'qmi? Qilmaymiz deyshadi. Birodarlar, sunnat, hadis Qur'onning sharhi. Agar sunnatni inkor qiladigan bo'lsak, Qur'onning juda katta qismini tushunmaymiz. Ularning nima da'volari bor? Birinchi da'vosi, ular Qur'onni o'zi yetadi deyshadi. Aytishadiki, dinni tushunish va unga amal qilish uchun Qur'onning o'zi yetarli. Muhammad alayhisalomdan naql qilingan hadislar va sunnatga ehtiyoj yo'q deyshadi. Faqat Qur'on deyshadi. Bir qaraganda to'g'ri gapga o'xshaydi. Faqat Qur'on bilan yashaymiz degan gap nimasi noto'g'ri? Ular aytishadiki, hadislarni deydi, turi har xil deydi. Mutavotiri bor, zaifi bor, ohati bor, mavzusi bor. Ulamolar o'rtasida ham o'zi shu hadislar haqida ixtilof bor. Shuning uchun hadislarga ergashishlik musulmonlarni bo'ladi deydi. Desa, hech narsadan xabari yo'q bo'lgan odam qarab turib to'g'ri aytyapsiz deydi. Qur'on turganda nima qiladi bunaqa ixtilofli narsani deydi. Aytishadiki, yana Alloh taolo sunnatni yoki hadisni saqlab beraman degan emas. Alloh Qur'onni saqlab beraman degan. Haqiqatan Alloh taolo Hijr surasida aytadi: "Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun." Albatta biz bu zikrni tushirdik va biz o'zimiz uni saqlab beramiz dedi. Demak, zikrdan murod bu yerda Qur'on. Alloh taolo Qur'onni saqlab beraman dedi, sunnatni saqlab beraman demadi. Shuning uchun Qur'onni o'zi yetadi deyshadi. Va bu albatta xato. Mana shu Qur'on oyatda kelgan zikr so'zi doim ham Qur'on ma'nosini bildirmaydi. Bir o'rinda sharaf deyilgan, bir o'rinda ilm deyilgan, bir o'rinda eslatma degan, bir o'rinda zikr deyilgan tilimiz bilan aytadigan. Biz zikrni tushirdik, o'zimiz saqlab beramiz deganda faqat Qur'onni tushunishligi ularni xato. Chunki Qur'onning o'zida zikr 5 xil ma'noda kelgan. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatuhu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.